$150 garaj o'tib degan narsalar biz olmasak. Yo'q. Biz unaqa narsa sotmaymiz ham. Bor bizda. Lekin masalan mijoz keladida, unaqa so'raydi, biza iloji boricha normalniy narsa taklif berishga harakat qilamizda. Birinchi o'zi mijozni ehtiyojini o'rganamiz. U nima kerak unga masalan? U nima xohlayapti? Nima dardi bor, dardidan kelib chiqib keyin nimadir taklif beramiz. Boshqa joylar mijozlarga ham masalan murojaatim, ko'p mijozlar bor eng arzonni izlaydida, o'zlari bilmaydi nima xohlayotgan. Eng arzon. Bechoralarni yoqqa jo'natadi, oxiri keyin masalan boradida eng arzonni olaman deb eng yomoniga uchraydida, keyin oxiri o'sha holatlar ham bo'lgan, bizga chiqadi. Sizlarmi bizga bunaqa hisoblab beruvdingiz, bunaqa bo'luvdi, o'shani bir yordam berib oling deydi. Biz aytamiz, yo'q, opajon, akajon, xo'p, qo'ldan kelardi, agar bizdan olsangiz, rostdan bizdan olsa qo'ldan keladi, nimadir qilib aralasha olamiz. Birovning mijozi bo'lsa, bizdan olmagan bo'lsa, bizning vakolatimiz yo'q. Aralasha olmaymiz. Aralashadigan joyga aralashamiz. Bo'lgan unaqa. Bilet sohasida. Lekin tur sohasi sal nozikroq.